Adras qavish texnikasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Qavishimizdan oldin adrasimizni orqa tarafiga dublirimizni yopishtirib olishimiz kerak bo'ladi. Va matomizni asosiy rangini, ya'ni fondagi rangini yoki naqshlardagi rangidan foydalanib ipimizni o'tkazib olamiz mashinkamizga. Mokaga ham xuddi shunaqa qora rangidan o'tkazib olamiz. Tepada qanaqa rang bo'lsa, pastki mokaga ham xuddi o'sha rangni o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Labka qalinligi bo'yicha tikib olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz ustiga chizib chiqib 1 santimetrli oralig'ida tikib olsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi qatorimizni xuddi shu birinchi qatorimizga moslab labkamizni qo'yib to'g'ri qilib tikib olamiz va qolgan barcha qatorlarni ham xuddi shunaqa ketlikda davom ettiramiz. Sifatli tikuv mashinalarini hamyonbop narxlarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Rus O'zbekiston yoki Tikbazar profillariga murojaat qilsangiz bo'ladi va albatta kommentariyada mashinka so'zini yozib qoldirsangiz, homiylarimiz o'zlari sizlar bilan bog'lanadi. Va mana qizlarjoylar, adras qavish texnikasini birgalikda o'rganib oldik. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling va bu videoni eng yaqin tikuvchi dugonangizga yuborib qo'ying.